Assalomu alaykum gruppadagilar, yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Bugun men sizlarni quyunchalarni ko'rsatmoqchiman. Mana shu uy sharoitida hozir bular rosa nima qilib qo'ygan joyim kichkinalik qilyapti-da. Joyi tor. Bularni ajratish kerak уже. Hozir joyi tor. Mana bu yoqqa onalari bilan bolasi bor. Hozir babichka degan zot bu. Babichka bolalari bilan. Bolalari ham zotlik. 3 ta bolasi bor. Bolalar yotib olgan. Qorichasi teggan. Mana uy sharoitida bular уже 1 oylik bo'lib katta bo'lib qoldi. Уже bolalarni ham ajratish kerak. O'sha joyim torligi uchun ajrata olmayapman. Mana bu ham yaqinda bolalarni xudo xohlasa joyi yo'q, buni ham ajratib olishim kerak. Mana bu yoqqa ham bitta ona quyonchamiz bor. Xudo xohlasa yaqin kunda bolalash arafasida joyim torda. Mana shu uchun